Agar siz o'z sohangizda yangi darajaga chiqishni istasangiz va kelajak talab etadigan professional mutaxassis bo'lishni xohlasangiz, Green universitetining magistr yo'nalishlari aynan siz uchun to'g'ri tanlov. Green universiteti zamonaviy yondashuv asosida ta'lim beradigan davlat universiteti bo'lib, kelajak uchun zarur bilim va ko'nikmalarga ega mutaxassislarni tayyorlaydi. Universitetning magistr dasturlari barqaror rivojlanish, innovatsiya va ekologik yechimlar yo'nalishlarida chuqur bilim berishga qaratilgan. Barqaror turizm. Bu yo'nalishda siz turizmni faqat sayohat emas, balki tabiat, madaniy meros va mahalliy aholi manfaatlari bilan uyg'un holda rivojlantirishni o'rganasiz. Sirkular iqtisodiyot bu kelajak iqtisodiyoti bo'lib, resurslardan samarali foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va biznes uchun yangi ekologik yechimlar yaratish usullarini o'rgatadi. Ekologik fanlar va tadqiqotlar, ekologik tahlil, bilim va innovatsiyalarni boshqarish. Bu yo'nalishda siz ilmiy tadqiqotlar, zamonaviy texnologiyalar va tahlillar orqali ekologik muammolarga yechim topish, muhim qarorlar qabul qilish ko'nikmalariga ega bo'lasiz. Atrof muhit muhofazasi bu tabiiy boyliklarni asrash, ekotizimlarni himoya qilish va ekologik muvozanatni saqlashga qaratilgan muhim yo'nalish. Eng muhimi, ushbu magistr dasturlarini bitiruvchilari faqat bir soha bilan cheklanib qolmaydi. Siz xalqaro ekologik tashkilotlarda, davlat idoralarida, yirik kompaniyalarning barqaror rivojlanish bo'limlarida, turizm va investitsiya loyihalarida, ilmiy tadqiqot markazlarida, ekologik konsalting kompaniyalarida faoliyat yuritish imkoniga ega bo'lasiz. Kelajakda xalqaro talablarga javob beradigan, jamiyat va tabiat rivojiga hissa qo'shadigan mutaxassis bo'lishni istasangiz, Green universitetining magistr dasturlari siz uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi.